Salom hammaga do'stlar, sizlar bilan yana men Simodri Uzman. Bugungi videomiz Artcraft serverida bo'lib o'tadi va bu videomiz mazmuni shu serverda noldan kuchash haqida bo'ladi. Videoda kirka, almazning aslahalari va kuchli zirh qurilmalarga ega bo'lishga harakat qilamiz va videomiz boshlanishidan oldin bizning mehnatimizni qadrlagan holda videoga like bosib kanalga obuna bo'lib ketishni unutmang. Hali bundan-da ko'p videolar va qiziqarli kontentlar chiqadi va gapni cho'zib o'tirmasdan biz videoni boshladik. Va men serverga kirib oldim va menda donat keys borligi uchun men donat keys ochish uchun yo'lga tushdim do'stlar. Va men donat keysni ochish uchun va men keysni ochdim va menga tushgan donat bu askar 30 pullaydi. Lekin biz umidimizni tushirmaymiz va davom etamiz. Va men askar rankini olib, birinchi qiladigan ishim kit deb yozib olib, askar kitini oldim va sandiqqa kerakli narsalarni solib oldim. Va keraksiz buyumlarni otib yubordim, chunki ular menga umuman kerak emas edi. Va mening ender chestimda kuchash uchun kerakli ancha narsalar bor edi va men o'zimga kerakli shargirlarni olib chatga RTP World qilib yozdim va teleportar bo'lib erni tagiga tushdim. Va shalgerlarni qo'yib oldim va shalgerlarni ochdim va o'zimga kerakli narsalarni oldim. Va Axel komandasi bilan Axga sotib oldim. Va men yana chatga RTP World deb yozib teleport bo'ldim va baza qurish uchun koordinatni izlashga harakat qildim. Va men o'zimga kerakli koordinataga keldim. Bu koordinata juda ham ko'p qidirdim do'stlar. Va endi men baza qurish uchun normalroq joy topsam, bazani quramiz. Va shu paytda tokenim borligi esimga tushib ketdi va imperator kirka sotib oldim va qazishni imperator kirkada davom etdim.
va shu paytda Shalkerimda ikkita spaner borligi esimga tushib ketdi va men o'zimga XP farm uchun kichikgina joy ochdim. Va mana joy ham ochildi spanerlarga va endi spanerlarimizni qo'yib olamiz. Va Shalkerdan ikkita zombi tuxumni olamiz va spanerlarni oldiga borib ustiga shunchaki bosib qo'yamiz. Va shu zahoti Shalkerimda tarvuz borligi esimga tushib ketdi va tarvuzdan unumli foydalanish uchun men bazamda kichik tarvuz ferma qurishga harakat qildim. Va men fermani qurib bo'lgach, o'zimga Protection 5 va Sharpness 5 qilich va bronelarni yasashga qaror qildim.
Been all I'm on is say la 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 la. I mean la la luna la 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 la. Xo'sh do'stlar, bugungi videoda biz Artcraft serverida noldan boshlab ancha kuchayib oldik. Endi esa oldinda yanada katta maqsadlar, kuchli armor, enchant va PvP janglar kutyapti. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni va kommentariyada o'z fikringizni qoldirishni va kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videoda yanada kuchliroq bo'lib qaytamiz. Shuning uchun Simotree uz bilan qoling. Hammaga omad keyingi videoda ko'rishguncha xayr.